Bundan 1 yil avval 13 yoshli o'g'limga taom pishirishimda kerakli bo'ladigan bir narsani olib kelishini buyurdim magazindan. Yo'q ekan bu narsa deb keldi. Men so'radim o'g'limdan, "Sen nechta do'konda qarab ko'rding?" dedim. Shunda u menga qarab, "Bitta" dedi. Nega bitta magazinda qarab ko'rding? Sanda ko'proq variantlar bor edi. Bizni ko'chamizda bir qancha do'konlar bor. Sanda imkoniyat bor edi. Ular har biridan so'rab ko'rish, qarab ko'rish imkoniyati bor edi." Deganimda u menga hayron qoldi. "Nega?" dedi. "Chunki bitta do'konda bo'lmasligi mumkin u narsa, lekin boshqa do'konlarda bo'lishi mumkin" dedim. Va aytdimki, har doim sen 10 ta do'konni qarab ko'r. Nimadir senga buyuriladimi? Sen juda ko'p joylarni qarab ko'rding va kelib sen aytdingki, "Men shuncha do'konni qarab ko'rdim, 10 ta do'konni qarab ko'rdim. Men harakat qildim, lekin topolmadim. Hech qayerda yo'q ekan desang, shunda arziydi" dedim. Va shundan so'ng o'g'lim har qanaqangi narsalarni, buyumlarni qidirib turganda, 3 ta 4 ta joyni qidirgandan keyin u narsalarni doimo topishni boshladi. Keyin menga kelib aytdiki, "Ona, bu juda ham kerakli narsa ekan. Men avvallari yo'q ekan degan narsada yana qaytaverardim. Lekin men bir qancha joylarni qidirganimda, men har doim topib kelyapman va bu menga har qanday narsani topa olaman degan ishonchni beryapti" dedi. Va men aytdimki, "Sen u buyumda u narsani olib kelishingda emas edi gap. Ya'ni gap shunda ediki, sen kelgusida har qanday vaziyatdan bir necha variantlar bilan chiqib ketishni o'rganishingda edi. Chunki sen o'g'il bolasan va sen balkim davlat ishida ishlarsan, bir oyda bir marta oylik olarsan va oylik olguninggacha ayoling va farzandlaring och o'tirib turmaydi. Ya'ni ularni sen boqib, har doim ular to'q bo'lishi uchun sen oyligim chiqishigacha kutinglar deyolmaysan. Ya'ni har qanday vaziyatda oilani olib chiqib ketish uchun senda bir qancha variantlar bo'lishini seni ongingga o'rgatmoqchi bo'lgan edim. Shuni doimo e'tiborga olgin. Har doim bizda bitta variant bo'lmaydi. Har qanday vaziyatda bizda juda ham ko'p variant bo'ladi. Faqatgina biz uni qo'llab ko'rmaymiz, ishlatib ko'rmaymiz" deb aytganimdan keyin u o'ziga xulosa qildiki, "Buni har bitta vaziyatda ishlatsa bo'lar ekan bu formulani" dedi. Ya'ni o'g'il bolalarga bolaligidan juda ham muhim, ya'ni har qanday narsani topa olishni o'rgatish. Bu formulani ya'ni nafaqat o'g'il bolalarda, balki har bir inson har bir vaziyatda ishlatsa bo'ladi. Ya'ni ko'pincha biz bitta variantga yopishib qolib, boshqa hayotimizda juda ham ko'p variantlar borligini, biz vaziyatlarimizga javob borligini ko'ra olmaymiz va ko'ra olmaganimiz doirasida "Yo'q ekan, qila olmadim, bajara olmadim, endi o'xshamadi-da" deb qo'ya qolamiz. Lekin aslida biz qidirganimizda, biz harakat qilib ko'rganimizda har qanday vaziyatda bizda javobi bo'ladi va biz qancha ko'p o'zimizga buni ko'rsatsak, shuncha bizda o'zimizga nisbatan ishonch oshib ketadi. "Men topa olaman, men qila olaman, men bajara olaman" degan.